Abdulhay Hakan deya ado qiladi. Sen esa Memati, Husnu chaqirsa borasan, Bulut chaqirsa ham borasan. Faqat men aytgan joyga bormaysan xolos. O'limga yuborsangiz ham bormaganmizmi? O'ldirishu o'limga ketishingizdan muammo yo'q Memati. Usta, faqat sizdagina muammo yo'q. Bizni ham o'z dardimiz bor. Memati bor, dardingdan xalos bo'l desam bormayapsan-ku. Men jinni emasman usta. Memati, sen jinni emassan. Senga qaraydigan ayol ham jinnilar doktori emas. Usta, o'z xohishim bilan totmadim-ku. Axir o'zingiz Memati mendan rozi bo'l degandingiz. Dushmanimiz meni qo'lga tushirganda. Menga har kuni igna sanchdi. Abdul, hoziroq geroin olib kel. Memati menga ham sanchsin, bu ishdan qutulardim. Yaxshisi ildizi bilan qo'por Memati. Ichida o'qi bor. Meni otib tashla. Haqqanni tutib Abdulhayning qo'liga topshirsam, artistlik qildi. Senga esa yigitlarga tayinla, hammangiz hushyor bo'linglar desam, sen esa sevgan qizing bilan barlarga bording. Men aybdormanmi? Ayol masalasi oxir-oqibat yuzimga solinishini bilardim, og'a. Davolanishga kelsak, men o'zim davolay olaman usta. Qo'limdan kelmasa, xotirjam bo'ling, sizni emas, o'zimni otib tashlayman, og'a.